Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz, Lonking ashaddiy muxlislari. Bugun bizda birinchilardan bo'lib O'zbekistonda har doimgidek SRS sistemasi qo'llanilgan yangi 833 modeldagi 1.8 2 kublik pogruchiklarimiz yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limda SRS sistemasi bor pogruchigimiz, o'ng qo'limda SRS sistemasi yo'q pogruchigimiz. SRS sistemasi bor pogruchigimiz qulaylik yaratadi, o'ynashi kamroq bo'ladi. Ya'ni haydovchiga qulaylik tug'diradi. Ko'rishingiz mumkin, ostida ko'rsatib beramiz. Baklashga suvni qo'ydik. SRS sistemasi qanaqa ishlaydi? Endi SRS sistemasini o'chiramiz. Ana o'z yaqqol guvohi bo'ldingiz, ko'rib turibsiz. Yangi SRS sistemasi bor frontal yuklagichimizda qulaylik ancha zo'r. Ya'ni haydovchiga juda ham katta qulaylik yaratilgan. Oldingida, masalan, kun bo'yi ishlaydigan bo'lsangiz, charchab, horib qolmaysiz. Kuni bo'yi ishlasangiz ham bu sistemasi bor pogruchigimizda charchamaysiz. Kelinglar, agar sizlarga shunaqa pogruchiklarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.